Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet imen. Men bugun kuz va qishda biz yuzlangan sog'lomlik tahdidlari va uningdan g'olib kelish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi mushu kuz va qish kirish bilan navbatda tarqalayotgan viruslar to'g'risida va u virus keltirib chiqargan kasallik alomatlari va uningdan saqlanish va ularni bartaraf qilish to'g'risida qisqacha bir sog'lomlik savodlarini so'zlab o'tmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Yaqında mushu Amerikaniki New York shahridan chiqadigan New York vaqti gazetida e'lon qilgan bir maqolaga asoslangan vaqtida mutaxassislarningki qarashicha bu yil qishda yuqumli zukam virusi, RSV virusi va COVID virusi tangla tarqalishi mumkin bo'lib, bu viruslar insonlarningki sog'lomligiga ma'lum tahdidlarni elib kelishi mumkin ekan. Men tövəndə mushu 3 xil virusningki yuqish yo'llari, ularningki kasallik alomatlari va uningdan saqlanish, agar biz ehtiyotsizlikdan bu viruslarga yuqumlanib qolgan vaqtida qandoq qilishimiz to'g'risida oddiy til bilan ba'zi savodlarni so'zlab o'tmoqchi. Yuqorida deb o'tgandagidek, mushu kuz va qish kirishi bilan biz 3 xil virus, ya'ni yuqumli zukam virusi, RSV virusi va COVID virusidan iborat 3 xil virusningki tahdidiga uchrashimiz mumkin. Undaqda u 3 xil virus keltirib chiqargan kasalliklarningki kasallik alomatlari qandaq bo'ldi, ya'ni ularda bo'ladigan o'rtaq kasallik alomatlari nimalardan iborat degan vaqtida odam u 3 xil virusning ma'lum bir xili yoki hammasi bilan yuqumlangan vaqtida zukamga o'xshash kasallik alomatlari paydo bo'ladigan bo'lib, 3 xil virus bilan birli vaqtda yuqumlangan vaqtida kasallik alomatlari texmi ig'ir bo'lishi va kasallik alomatlari texmi uzun davom qilishi mumkin. Ularda bo'ladigan o'rtaq kasallik alomatlari birinchisi burun eqish yoki burni tutib qilish. Ikkinchisi qurg'oq yo'tal, gili qichishish, bo'g'iz og'rish. Uchinchisi bosh, muskul va bo'g'imlar og'rish. To'rtinchisi qizish. Ko'pincha ahvolda tuvan temperaturli qizish, albatta ma'lum ba'zi ahvollarda temperaturasi yuqori bo'lish. Beshinchisi mag'dursizlanish, beoromlik his qilish, tomoq yegisi kelmaslik. Bular mushu yuqorqi 3 xil virus, ya'ni yuqumli zukam virusi, COVID virusi va RSV virusi bilan yuqumlangan vaqtida kelib chiqadigan kasalliklarda bo'ladigan o'rtaq kasallik alomatlari. Bularni farqlantirish, ya'ni kasallik alomatlariga asosan farqlantirish nihoyatda qiyin. Ularni farqlantirish uchun cho'qim bu jihatda tekshirish ilib berishga to'g'ri keldi. Ya'ni kasallik alomatlari nihoyatda o'xshib ketganligi uchun biz faqat kasallik alomatlariga qarab ma virus bilan yuqumlanibdiman demaymiz. Uning uchun cho'qim tekshirtib beqishga to'g'ri keldi. Yuqorida men deb o'tgan bu yuqumli zukam virusi, RSV virusi va COVID viruslarininki hammasi nafas yo'li orqali yuqadigan virus bo'lib, ularning yuqish yo'llari asosan o'xshib ketadi. Birinchisi yuqumlang'uvchining yo'tilishi va tushkirishidan paydo bo'lgan tomchilar bilan bulg'angan havodan nafas olish orqali yuqadi. Ikkinchisi yuqumlang'uvchining yo'tilishi yoki tushkirishidan paydo bo'lgan tomchilar bilan bulg'angan bo'yimlarni qo'l bilan tutish va u qo'l bilan yuz ko'zimizni tutish orqali yuqadi.
Üçüncüsü, yuqumlanğuchi bilan birga tamoq yeyish, turmush buyumlarini o'rtaq ishlatish orqali yuqishi mumkin. To'rtinchisi, yuqumlanğuchi bilan yaqindan uchrashish, ya'ni ular bilan ko'rishish, quchoqlashish, yuzni yuziga yiqish, so'yishish qatorliq yo'llar orqali yuqadi. Beshinchisi, yerib charchash, yetarli uxlamaslik, yaxshi oziqlanmaslik, sovuq o'tib ketish va yoki badanning immunit kuchini ojizlashtiradigan har qanday omillar yuqumlanish xatarini texmi yuqori ko'tarishi mumkin. Mana bular yuqorqi 3 xil virusninki o'rtaq yuqumlanish yo'llari. Yuqorqi 3 xil virusninki hammasi nafas yo'li virusi bo'lib, ularning yuqish yo'llarimi nihoyatda o'xshib ketadi. Undaqda ular bilan yuqumlanishdan saqlanish uchun biz nimalarga diqqat qilishimiz kerak yoki qanday qilgan vaqtida u viruslar bilan yuqumlanishdan saqlang'ili bo'ladi degan vaqtida birinchisi yuqumlanish ehtimoli bo'lgan har qanday odam bilan yaqindan uchrashmaslik. İkincisi, boshqalar bilan qo'l elishib ko'rishgan vaqtida yuziga yuzni yoqqanda va yoki so'yishganda alohida diqqat qilish yoki uningdan saqlanish. Uchinchisi, qo'lni doim sopun va suv bilan oz deganda 20 sekund yuvib turish. To'rtinchisi, yumg'an yoki maynat qo'l bilan yuz ko'zni tutmaslik. Beshinchisi, uy va ish o'rnidagi qo'l tegadigan narsalarni davomli tozalab turish. Oltinchisi, tamoq yeganda qochiq, quchoq, qo'shiq va istiqollarni o'rtaq ishlatmaslik. Yettinchisi, tish cho'tkisi, lo'nga qatorliq turmush buyumlarini o'rtaq ishlatmaslik. Sakkizinchisi, sovuq o'tib ketishdan saqlanish, muvofiq kiyinish. To'qqizinchisi, zo'r bo'lgan vaqtida u viruslarga qarshi vaksina emlash. Mana bu usullar orqali biz u viruslar bilan yuqumlanishdan saqlana olishimiz va yoki kam deganda yuqumlanish ehtimolini tuvalta olishimiz mumkin. Agar biz bu yuqumlanishning oldini ololmay, ehtiyotsizlikdan u viruslar bilan yuqib qolgan vaqtida yoki kasal bo'lib qolgan vaqtida biz uni qandoq bir taraf qilishimiz kerak degan vaqtida birinchisi uyda orom olish, boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlanish kerak. Ikkinchisi, yo'talgan vaqtida yoki tush ko'rgan vaqtida ig'iz burunni qog'oz bilan yipib olish. Agar qog'oz bilan yopishga ulgurmay, biz qo'limiz bilan yipib olgan vaqtimizda darhol qo'llarimizni sopun bilan pokiz yuvib turish. Üçüncüsü, yeterlik suyuqluq to'liqlash. Ya'ni suv, choy, sho'rpalarni ko'plab ichish, badanning suvsizlanib kelishidan saqlanish. To'rtinchisi, qiziq munchiga tushish, ko'proq terlash. Beshinchisi, issiq kiyinish, sovuq o'tib ketishdan saqlanish. Oltinchisi, uyning havosini almashtirib turish, tozalab turish, uydagi bo'lib qo'l bilan tutadigan narsalarni vaqti-vaqtida tozalab, u virus bilan qayta yuqib qilishdan saqlanish. Yettinchisi, zo'r bo'lgan vaqtida qizitma va og'riq pasaytish dorilarini qo'llanish orqali qizitma va og'riqni kontrol qilish. Sakkizinchisi, zo'r bo'lgan vaqtida doktorga ko'rinish. Normalda bu viruslar bilan yuqumlangan kishilarninki ko'pinchisi o'zligidan saqib ketalaydigan bo'lg'achqa alohida andish qilib, alohida davolash ilib berish hojatsiz. Ammo kasal kundan kunga ig'irlashib ketgan vaqtida cho'qim doktorga ko'rinib, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha davolanish yoki hatto yotoqda yetib davolanishga to'g'ri keladi. Normalda ko'pincha odamlarninki alohida doktorga yetib, doktorxonada yetib davolanish hojatsiz. Chunki men yuqorida o'tgandagidek bu viruslar bilan yuqumlangandan keyin asosan o'zligidan saqib ketadigan bo'lg'achqa faqat biz yuqoridagilarga
alayda diqqat qilsak, yaxshi armasak, boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlansak, yetarlik choy sho'rpalarni ichib, ko'plab terlab, ko'plab siyib bersak, bizningki badanimizdagi viruslar bir yoki 2 hafta ichida badandan tozalanib chiqib ketishi, kasalimiz saqayishi mumkin. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan bu qisqa leksiyani shu yerda oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Qishda va kuzda hammanglar bu viruslardan sog'-salomat o'tib ketishinglarni umid qilaman. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.